Janoza. Kino olamida og'ir judolik. Taniqli aktrisa bugun tongda vafot etdi. Ta'ziya bildiramiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 2026-yil 25-fevral kuni Sovet va rus kinosining yorqin vakillaridan biri Qor malikasi filmi orqali tomoshabinlar qalbidan joy olgan aktrisa Natalya Klimova 87 yoshda vafot etdi. Aktrisaning o'lim sabablari hozircha oshkor etilmadi. Mahalliy manbalarga ko'ra, Natalya Klimova Murom shahridagi Svyato-Voskrenskiy ayollar monastiri hududiga dafn etiladi. U va turmush o'rtog'i bu maskanga yillar davomida qatnab, monastirni tiklash ishlarida faol ishtirok etgan. Murom okrugi rahbari Nevgeniy Richkov marhumning umr yo'ldoshi taniqli aktyor Vladimir Zelenskiyga hamdardlik bildirdi. Xayrlashuv marosimi sanasi keyinroq e'lon qilinadi. Natalya Ivanovna qizlik familiyasi Malkina 1938-yil 27-fevralda Moskvada tug'ilgan. Avval qurilish institutida tahsil olgan bo'lsa-da, bir yildan so'ng san'atni tanlagan. 1963-yilda Chexov nomidagi Moskva badiiy teatri qoshidagi maktab-studiyani tamomlab, professional faoliyatini boshladi. So'nggi u Современник teatrida xizmat qildi va tez orada iste'dodli aktrisa sifatida e'tirof etildi. Kino olamidagi ilk jiddiy muvaffaqiyati unga Oxir va boshlanish harbiy dramasidagi bosh rol orqali keldi. Oradan ko'p o'tmay, muhandis Garrinning Giperboloidi filmidagi Zoya Monroz obrazi hamda Qor malikasi kartinkasidagi bosh qahramon roli Natalya Klimovani keng jamoatchilik tanidi. Ayniqsa Qor malikasidagi obrazi uni bir necha avlod tomoshabinlari xotirasida muhrlab qo'ydi. Biroq sahnadagi muvaffaqiyatlarga qaramay, aktrisaning hayoti oson kechmadi. U og'ir sil kasalligi bilan kurashdi va bir necha yilni shifoxonalarda o'tkazdi va 4 ta murakkab operatsiyani boshdan kechirdi. Sog'liq bilan bog'liq muammolar sabab u vaqt o'tishi bilan teatrni tark etdi. Shaxsiy hayotida ham turli sinovlar bo'ldi. 1970-yillarning o'rtalariga Igor Klimov bilan turmush qurgan bo'lsa-da, u nikoh 2 yildan so'ng yakunlandi. 1981-yilda esa u teatr va kino aktyori Vladimir Zelenskiy bilan oila qurdi. 1998-yildan buyon er-xotin Vladimir viloyatining Murom shahrida sokin hayot kechirib kelayotgan edi, deyiladi xabarda.